Yoshim 18da. Men dunyoni yomon ko'rar edim. Odamlardan nafratlanar edim. Bunga sabab meni ota-onam ajrashgan. Birinchi otam tashlab ketgan. Onam oradan ancha yil o'tgandan keyin meni ikkinchi otam bilan uchrashtirgan. Ikkinchi otam bilan birgalikda yashay boshlaganimda, oradan ancha paytlar o'tib, mening opalarim, akalarim keldi. Ular meni onam borida yaxshi muomalada, onam yo'g'ida yomon muomalada bo'lar edi. Meni cho'ridek qilib ba'zida ishlab turar edi. Meni yetim, sen o'g'aysan degan. Maktabga chiqarishdi. 1-sinfdan 5-sinfgacha o'qidim. 2-sinf bo'lganimda ustozim meni oxirgi partaga o'tkazib qo'yganida ko'rishim qiyin edi. Ustozga borib aytdim: "Ustoz, men uzoqda ko'rmayapman. Oldingi partaga o'tirsing" dedim. Ular meni ustimdan kuldi. "Ko'rsan, nogironsan" deyadi. Oradan ancha payt o'tib 5-sinfning yarmida men Toshkentga ketdim. Bosh vrachlar bilan gaplashib, ular bilan suhbatlashdim. Ko'zi ojizliklarni aytinglar. U bo'lmasa battar siqiladi dedi. O'sha kecha men ayamdan so'radim. "Men nogironmanmi?" dedim. Ayam bo'lsa yo'q dedi. Lekin ancha payt o'tib menga uyga ta'limga o'tish haqida spravka keldi. Bir narsasi yomon, dugonalar, do'stlar yo'q edi. Men uyda ichida o'tirardim. Oldimda 2ta tanlov qolgan edi. Birinchi tanlov uydan qochib ketish, ikkinchi tanlov esa o'zimni biror narsa qilish edi. Men uydan qochib ketishga qaror qilib, uydan chiqib ketdim. Kechga yaqin ayam bilan dadam meni qidira boshlagan ekan. Ayam meni topib olgandan so'ng meni urib, kaltaklab, dadam ham urib kaltaklagan edi. O'zimga azob berishni boshlab, qo'llarim tishlab, uyimdagilar bilan urushgandan so'ng ayam inson markaziga psixologlar oldiga olib keldi. Psixologlar bilan boshida gaplashishni istamadim. Psixolog Iroda opa men bilan kuchroq ishlay boshladi. Har xil treninglar, o'yinlar o'tkazardik. Art terapiya orqali men ko'p narsalarni o'rgandim. Eng yoqtirganlarim bulardan qo'shiq bilan rasm chizish edi. Psixologga kelgandan beri meni hayotim o'zgardi. Nogironligim umuman ham bilmay ketdi. O'zimga ishonchim ortdi. Meni imkoniyatlarim juda ham ko'p, faqat harakat qilishim kerak degan fikr keldi. Men qayta psixologlar yoniga kelishni istab qoldim. Psixolog men uchun opa bo'ldi. Prezidentimizga bunday bepul nogironlar uchun sharoitlar yaratib bergani uchun rahmat aytaman.